Do'stlari kulsa-yu, kulmasa bolam. Do'stlari kelsa-yu, kelmasa bolam. Bir paytlari sochlarin to'zg'atgan shamol hovlida yursa-yu, yurmasa bolam. Kuygan kechalarda uyqum kelmayin, milt-milt yulduz bo'lib imlasa bolam. G'ira-shiralikdan, daraxt eshikdan bolamdek tursa-yu, kirmasa bolam. Assalomu alaykum azizlar, barchamizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Bugun jumaga chiqqan masjidga borgandik, bir janoza bo'lgan ekan. Janozani o'qigach barcha o'tganlarni haqqilariga duo qilib qo'ydik. Jumladan shu ukamiz ham joylarini jannatdan qilsin, oilasiga sabr jamil ato etsin Parvardigor. Parvardigordan so'radik, shu yer yuzidan shunaqa bir qabrlarni ko'tarsin. Biz endi meni farzandim yo'q, lekin ukalarim bor, jigarlarim bor. Qolgan men tengqur oshna og'aynilarimiz ham ukalari bor, jigarlari bor. Kattalarni farzandlari shunaqa go'dak farzandlari bor. Parvardigor bunaqalarni yer yuzidan ko'targin. O'zing osmonimizni musaffo, yurtimizni tinch qilgin Parvardigor. Hammamizni iymonli qilgin, insofli qilgin. O'zingni yo'lingdan adashtirmagin.